Assalomu alaykum. Demak, ushbu kursni yakunida bonus sifatida yana bitta dars ko'rsatmoqchiman. Bu sizga juda ham qo'l keladi. Ish faoliyatingizda, misol uchun sizda bitta Beli IP bor, lekin lokal tarmog'ingizda juda ham ko'plab servislar bo'lishi mumkin. FTP server ko'targan bo'lishingiz mumkin yoki web server bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash holatlar bo'lishi mumkin. O'shanaqa holatlarda biz demak PAT texnologiyasi, ya'ni Port Address Translation foydalanishimiz mumkin. Bu NAT yordamida amalga oshiriladi. Mana shu narsa Kerio'da qanaqa qilinadi? Mana shu narsalarni ko'rib o'tamiz. Misol uchun mana bu lokal tarmoqda bor, bu realniy kompyuter bor, boshqonadagi mana 116 192.116 da joylashgan bitta kompyuter bor. Mana keyingisi 113 da joylashgan bitta kompyuter bor. Mana ikkalasi ikki xil kompyuter. Misol uchun mana shu ikkita kompyuterga ham tashqaridan turib, ya'ni Beli IP dan foydalangan holatda kirishim kerak. Bular ikkalasi ham lokal holatda turibdi. O'rtada tashqaridagi, ya'ni internet bilan lokal tarmoqqa bog'lab turuvchi server bu Kerio Control. Ya'ni Kerio Control server turibdi. Barcha murojaatlar aynan Kerio Controlda amalga oshiriladi. Siz Beli IP dan foydalangan holatda, misol uchun o'yindagi kompyuterimni, misol uchun men udalyoniy mana shu kompyuterga kirmoqchiman. Men bu yerda misol uchun 192 113 yoki 116 hozir yoza olmayman bu. Yoza olmayman chunki VPN mana o'chirilgan bu yerda. Agar VPN yoqilgan bo'lsa, ishlatishim mumkin. Misol uchun 113 yozadigan bo'lsam, bu yerda bog'lana olmayman chunki tashqarida turibman. Ichkaridagi lokal IP ni yozib men bog'lana olmayman. Yoki mana murojaat o'tib ketaveradi yoki mana misol uchun 195 158 18 234 da mana shu IP ni o'zini teribman, mana port ko'rsatmasidan turibman. Mana bu yerda enter bosadigan bo'lsam, bu yerda ham murojaat ketmaydi. Sababi bu Kerio'da turibdi bu IP. Ichkariga mana shu murojaat kelganda, misol uchun Kerio Controlga, ya'ni 195 158 18 234 ga RDP protokoli bilan murojaat kelganda, mana shu narsani перенаправить qilish kerak ichkaridagi bironta bir kompyuterga. Ya'ni mana shu remote desktop connection, ya'ni mana shu narsani ishlab ko'rgandirsizlar. Ya'ni удаленный рабочий стол bu RDP protokoli bilan ishlaydi, ya'ni remote desktop protokoli bilan ishlaydi. Mana shuni demak nima qilamiz? Buning uchun mana правила trafika bo'limiga o'tamiz. Yana bitta pravila qo'shamiz va bu narsani RDP deymiz. Mana RDP. Keyingisi o'sha dalay bo'limini tanlaymiz. Keyingisi qaysi? Ya'ni istochnik kim? Ya'ni internet interfeysdan, ya'ni tashqaridan ichkariga qarab kelyapti. Ya'ni internet interfeysdan kelyapti. Kimga? Brandmauerga. Ya'ni Brandmauer bu Kerio'ga kirib kelganda. Misol uchun o'sha Kerio'ga kirib kelganda nima qilamiz? Port, ya'ni mana shu RDP protokoli TCP da 3389 по умолчанию holatda 3389 portda demak xizmat ko'rsatadi. Mana keldi. Mana готово. Bu bo'ldi. Tak, mana RDP protokolimiz turibdi. Endi ichkariga o'tganda, buni teparoq qo'yaylik, o'sha yaqinroq ko'rinadi. Mana bu yerda o'tganda endi NAT bo'lganda включить NAT qilasiz и mana bu yerda включить адрес назначения. Mana shu narsani nima qilasiz? Yozasiz. Mana bu yerga necha ichkaridagi kompyuterimiz IP adresi 192 168 116 edi. 116 edi. Именно o'sha 116 ni 3389 ga murojaat bo'lsin. Mana bo'lsin. Tak. Mana 3389 ga murojaat bo'lsin deb belgiladik и применить ni bosamiz. Endi e'tibor beramiz. Men bu anaqaga o'taman 234 ga. Endi murojaat beradigan bo'lsam, mana murojaatim, yana e'tibor beringlar, Blackroot. Mana shu 195 158 18 234 ga borganda murojaat
uni to'g'ridan to'g'ri qayta yo'naltirib yubordi 116 ga. 116 ni, mana 116 ni 3389 portiga yo'naltirdi. Demak, men parolni terib e'tibor bering. Mana e'tibor bergansiz, demak boyagi qadam kirdim. Mana men bu bo'yicha men bu oynaga kirgandim. Mana. Ya'ni men tashqaridan turib ichkaridagi lokal tarmoqdagi bitta kompyuterga kirdim. Mana men bu yerda hozir kiradigan bo'lsak, endi lokal tarmoqdan. Bu yerdagi chiqib ketadi. Sababi parallel ravishda demak bitta kompyuterga ikkita RDP protokoli bilan kirib bo'lmaydi mana. Endi shunaqa qilishingiz mumkin, sizda Belly IP bitta, lekin mana shunaqa kiradigan kompyuterlar soni ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun 4 ta 5 ta kompyuteringizga kirmoqchisiz udalyonni. O'shanaqa holatda nima qilishingiz mumkin? Mana bu yerda mana shu narsani misol uchun klonировать qilasizda RDP. Mana bu yerda 3389 emas, mana shu narsani 33 misol uchun 95 deysiz. 3395 deysizda. Buni misol uchun ikkinchi kompyuter, ya'ni 113 bor edi. O'sha kompyuterni bunaqasi, ya'ni tashqaridan turib 3395 portiga murojaat qilinganda, u murojaatni 113 demak 3389 portiga, ya'ni удаленный рабочий столиga перенаправить qilarsan. Endi men o'sha narsani o'ydan turib mana 234 pamalchan, agarda men bu yerda port ko'rsatmasam, pamalchani bu 3389 ni tushunadi. Endi men определенный portni ko'rsatsam, mana 3395 ni qildim, ko'rsatdim. Bu murojaat to'g'ridan to'g'ri 3389 ga, ya'ni 113 3389 ga boradi degan. Mana endi murojaatni ko'radigan bo'lsak, mana e'tibor beringlar. Endi Blackroot emas, endi bu yerda boshqa pользователь tanlaymiz. Masalan, server 3 administrator buniki paroli mana shu narsani ko'radigan bo'lsak, mana u umuman boshqa kompyuterga murojaatni qayta yo'naltiriladi. Mana endi ko'rdik, endi hozir login parol mayli, to'g'ri noto'g'riligiga qarab o'tirmaymiz. Mayli. Demak, misol uchun mana shu e'tibor beradigan bo'lsak, mana murojaatimiz umuman boshqa kompyuterga ketdi. Endi bitta narsa mana shu yerda maslahat berardim. Umuman kerak kontrolda mana shu удален доступ yoqadigan bo'lsangiz, pamalchani ham misol uchun mana birinchisini berdik, 3389 emas, uni boshqacha ko'rinishda qilib qo'yganingiz ham ma'qul. Sababi pamalchani terib любой odam kirganda o'sha demak, ya'ni o'sha servis yoqilgan ko'rinib qolishi mumkin. Mana bu yerda 3399 umuman boshqa portlarni berib qo'ysangiz, maqsadga muvofiqroq. Sababi qaysidir odam kelib to'g'ridan to'g'ri IP kiritsak, mana bog'lanib ketaveradi. Endi mana bunda bog'lanmaydi. Unga bog'lanish uchun demak, обязательно 3399 ni terish kerak. Bu ham qaysidir ma'noda siz o'zingizni tarmog'ingizdagi maxfiylikni oshirasiz. Misol uchun sizda shu narsa ko'tarilmagan degan, bunaqa servis yo'q degan ma'noda ko'rish mumkin. Bu faqat RDP protokollari emas, balki boshqa protokollar uchun ham qo'llash mumkin. Misol uchun mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana HTTP protokoli turibdi. Mana 80-portga murojaat qilganda, misol uchun 102.1 mana shu portiga murojaat qilsin, yoki SSH murojaat qilganda ham tashqaridan 26 ga do'st kelganda ichkaridagi qaysidir bitta portni SSH ga murojaat qilsin degan pravilalar yozilgan. Demak, mana shunaqa qilib ham, demak siz PAT texnologiyasidan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni port address translation, bu ham NAT texnologiyasi toifasi hisoblanadi. Bu sizga juda katta yordam beradigan, qo'l keladigan usullardan bittasi. Demak, ushbu darsimizni yakunlasak ham bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.